Assalomu alaykum qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana bunaqangi tiniq egiz qo'y ishqibozlari, mana bunaqangi neobычный rangini ishqibozlari. Akalar, ona bolani haqiqiy qitmir yegan. Tishi ham 6 tish, tishini ko'rsatib qo'y oldim. Mana 6 tish akalar, tishi ko'rindimi? Ko'rindi. 6 ta tishi, bo'ylarini mana 90. Xo'p, aylantirar ekanman. Mana 90 dan baland akalar, 200 cm baland. 90 plyusga beramiz. Xudo xolasa olib, maza qilib qo'yib oling akalar. Ikkita bolasi ham choqlat yemib turibdi o'zi ham akalar mana. Bolani o'ta go'zal boqib turibdi. Xudo xolasa oling, chiroyli baraka toping. Qo'yimiz akalar Qirg'izistondan o'tgan, liniyasini aniq fakti yo'q, lekin konkretni Qirg'izistondan kelgan, o'zimizda tug'ilgan shu yerda. Xudo xolasa olib chiroyli baraka topasiz. 90 plyusda, qo'yni uzunligi ham, yuzlari hamma tomonlama zo'r holatda akalar. Ikkita bolasini ham juda chiroyli holatda boqib turibdi. O'ziga o'xshagan bir neobычный rangda. Ha, bolalari bitta qo'chqor, bitta urg'ochi. Xudo xolasa aloqa chiqasizlar akalar. Narxini unaqa 4000-5000 dollar emas, 1700 dollarga bo'ladigani, xudo xolasa dastavkasini qilib beramiz inshaalloh. Qayerga desangiz, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz qo'ldan kelgancha. Aloqaga chiqasiz. Videoga albatta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Xudo xolasa bunaqa qo'ylardan xudo xolasa yana ko'pgina olib kelishni harakatda bo'laveramiz. Albatta obuna bo'lishingizdan chiqmasin akalar. Bunaqangi va boshqa har xil turdagi qo'ylarni havola qilib boramiz. Albatta obuna bo'ling. Va mana bu qo'yni olishingizni konkretni tavsiya qilaman. Qo'y haqiqiy zo'r akalar.